Agar shu ma'lumotni bering, otasi yo'q bo'lsa, uyda onasiga baqiradimi? Gap qaytaradimi? Xo'mrayadimi? Do'q qiladimi? Ota borligida ham bilan mushuk bo'ladi. Agar shu ma'lumotni bilsa, farzandlar ota-ona ko'chib ketib, ha desa, bo'ldi, uy senga qoldimi, kenja o'g'il, sen qaraysan deb qarab tashab berdi o'ylaysizmi? Talashadi. Tarbiyali farzandlar talashadi. Mana rolik chiqdi-ku, ikkita akaga sudlashyapti, sudga boryapti. Nima arizalaring deyapti. Uka akani yozyapti. Rolik qilishgan, balkim bo'lgan voqeadir. Sudyaga xat taqdim qilyapti, sudya o'qib, karaxt qatib qolyapti. Nimaga? Tarixda buni ariza olmagan qo'liga. U arizaning ma'nosi shuki, arizam ma'nosi shundan iboratki, mazmun mohiyati, men akamni sudga beraman.